O'zim 15 yillik tajribaga ega shifokorman. Aynan ayollar salomatligini tiklash, bolalar salomatligini tiklash bilan ko'p yildan beri shug'ullanib kelamiz. Va bizning sohamizda ham qisman biznes yo'nalishida ham faoliyat olib boramiz. Tadbirda esa aynan turli xil yo'nalishdagi soha vakillariga o'zlarini bizneslariga ilk qadam qo'yishlarida o'zimizning sohamiz bo'yicha bosib o'tgan yo'llarimiz, oldimizda chiqqan qiyinchiliklarimiz va bu qiyinchiliklarni qanday qilib bosqichma-bosqich bosib o'tganimiz, qadamma-qadam rivojlanganimiz, mana shuni hammasini bitta yo'nalishga jamlab, hozirgi yosh tadbirkorlarga, yosh opa-singillarimizga albatta maslahatlarimizni berib o'tdik va o'ylaymizki, bu faqatgina ularga foyda keltiradi. Mazkur tadbir ayollarni tadbirkorlikka yanada keng jalb etish, ularning iqtisodiy faolligini oshirish hamda kelgusida barqaror biznes loyihalarini shakllantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Shahnoza